Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Muhterem birodarlar, muhterem cemaat, mana bu masjid, mana bu masjidning ati G'omama degan masjid. G'omama deydi. G'omama nima degani? Yomg'ir yog'ishdan oldin osmonni qora bulut qoplaydi-yu. Qora bulut bo'ladi, anan yomg'ir yog'adi. O'shanday yomg'ir yog'tira turgan bulutni atini G'omama deydi. Hali bulutlar bo'ladi, yomg'ir yog'may o'tib ketadi. Yomg'ir yog'adigan o'sha G'omama deydi. Demak, bu masjidda nima bo'lgan? Oldingi davrlarda bu Madina bunaqa katta bo'lgan emas, cho'ng bo'lgan emas. Ona biz borgan masjidlarga cho'ng masjid bunday bo'lgan emas, kichkina bo'lgan. Payg'ambarimizning uyi oldida masjid kichkina bo'lgan. Madina shahri o'shaning ichida butkul masjid edi. Bu yog'i chekalar alsa ayillar bo'lgan. Bu yer tekislik bo'lgan. Madinaning payg'ambarimiz bu yerga kelguchiyin eski ati Yasrib bo'lgan. Yasrib. Tekislik degan ma'noni bildiradi. Tekislik. Bunday to'g'lar yo'q bunday achiq. Anan o'ta qo'ptu bunday yerlar bo'lgan, apasli yerlar bo'lgan. Keyin Madina degani bir ma'nosi shahar degani. Madina degani shahar degani. Haligi madaniyattu degan so'z bor-a? O'ta madaniyattu odam degani shaharlik odam deganda, hali adabtu, jahaligi ehtiyot bo'lib muomala qilib turgan deganda, suylashib adab bilan Madina degan so'z madaniyatdan, shahardan olingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan bu yoqqa kelganda atini nima dedik? Yo'q, o'sha kelishini atini nima dedik? Hijrat dedik, hijrat. Ko'chishni atini hijrat dedik, ko'chuv. Hijrat qilib kelganda shu yerda yashab yurgan uchurda Madinaning eli islomga kirib, musulmon bo'lib, payg'ambarimiz chaqirib shu mahalda Madinada yomg'ir javoy qo'ydi-da. Kecha yaqinda biz hojlik qilib umraga kelishdan burada O'shdagi masjidlarda juma namozida nima bo'ldi? Istisqo degan yomg'ir so'rab duo qilib namoz o'qildi. Shuni namozda atini istisqo namozi dedi. Namozlarda atlari bor. Farz namoz, sunnat namoz, vojib namoz, istig'for namoz, hajat namoz, tavba namozi, ko'p ati. Kun haligi polnoluniya nima deydi? Oy tutiladi, kun tutiladi deb qo'yamiz-ku. O'shanda zatmeniya bo'lganda o'qila turgan namozlar kusuf namoz, qusuf namoz deydi. Anan ko'p mal jon javoy qo'ysa, yomg'ir yog'may qo'ysa, Alloh taoladan yomg'ir so'rab o'qiy turgan namoz bor. Buni atinin istisqo deydi. Eslab qolingizlar, so'rayman. Istisqo namoz deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada kelib shu yerda odamlar musulmon bo'lib o'tgan mahalda yomg'ir javoy qo'ydi. Ko'p cho'zilib ketdi, so'zilib ketdi. Bu yerda tekst degan hech narsa yo'q, mana masjidlar yo'q edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhisalom jamoatni shu yerda cho'g'iltib, shu yerda sap turib, qiblaga qarab 2 rakat istisqo namoz o'qidi. Yomg'ir so'ray turgan namoz o'qidi. Namoz putelekda 2 rakat namoz putelekda payg'ambarimiz salom bergan mahalda osmonda bulut qoplab yomg'ir yog'ardi. O'shonday qora bulut bo'lib, yomg'ir javob, suv ko'p yog'di osmondan, quduqlar to'ldi, odamlarning idishlari to'ldi, dehqonchiliklarga baraka bo'lib ketdi. Buna G'omama degani bulut, yomg'ir bulut, qora bulut degani-da bu. O'shan keyingi xalifaliklar davrida ana bu shu joy bo'lgan, o'qiya bo'lgan yerga shu esdan chiqib qolmasini tarix deb shuni qo'yildi. Daha bu yerda nima bo'lgan? Payg'ambarimiz bu yerga kelgandan atini nima dedik? Hijrat dedik, ha? Bu qancha hijrat edi? Ya barakallah. Birinchi hijrat qayerga bo'ldi? Habasiston, Efiopiyaga bo'ldi. Efiopiya, Habasiston deyiladi. O'sha musulmonlar qochib borganda alardi o'zini zashtasiga olib, himoyasiga olgan kishining atini nima dedik? Podshohning atini? Najjoshi, barakallah. Najjoshi degan o'sha endi podshosi bo'lchi-da. O'zi ular xristian bo'lgan. Biroq o'sha podshoh payg'ambarimizga iymon keltirib musulmon bo'lgan, biroq hali vazirlardan, armiyasidan boshqasidan kishilar cho'chib o'sha musulmon bo'lganini bildirgan emas. Yashirin musulmon bo'lgan ichida. O'sha kishi o'sha yerda o'ldi. Efiopiyada, Habasistonda o'ldi. Alloh taolo payg'ambarimizga bildirdi. Qavar mahalda otda kelsa ham 3 oyda keladi to'yoqdan. U Allohdan payg'ambarga xabar keldi, Najjoshi o'ldi. Musulmon bir tug'aning Najjoshi o'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamoatni shu yerda cho'g'iltib o'tazarda jamoatni shu yerda cho'g'iltib g'ayib namoz o'qidi. G'ayib namoz degani
Ölgen ölük bir yerde çok bolat. Oşonu attığa canaza oklat. Az okutası o canazanı. Bu okutkan canazada altıda ölü jatat değil mi? O canazada Efiyopiya'da jatat. Peygamberimiz gayipten bir yerde türüp oşa kişiye şu yerde okugan. Canazanı yani Neccaşi'ye ne kılan şu yerde okugan. Keyin Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamni nimesida Peygamberimizden keyin kim halife oldu? Abu Bakr radıyallahu anh. Abu Bakr'dan uçurumda ham bir jamg'ir jag'voy qo'yganda Abu Bakr ham elde o mesjidning o'rnida cho'g'ilib olib shu yerda o'sha istisqo namozi o'qigan. Qanday namoz o'qigan ekan? Istisqo namozi, istisqo. Istisqo, istisno boshqa so'z. Istisno degani vide исключение deb qo'yadi o'rchasiga. Istisno degani vide исключение u emas. Istisqo desa o'sha jamg'ir turgan nima bo'ladi? Namoz bo'ladi. Alloh taolo ilmingizga baraka bersin. Erta bilan bomdod namozini men daqiqa qavarni aytam soat qanchada. Bomdod namozini nima qilgan ekan men Dilafruzga emaillarda o'tkazib berem. Mana sirkotlarda. Anan sizlarga отдельный ko'ngilga berem. Siz akalasga boshqa отдельный yo'ldan keladi. Ikki ko'ngilga ikkita berem, bular qolganlarga bular berem. Erkeklarga vaqtlarini inshaalloh aytaman dağı. Erkeklar buna soatda kiradi, buni ham aytaman inshaalloh. Alloh taolo barlig'imizda amallarimizni qabul qilsin. Allah Teala sizlerde şu umraga kelişingizge sebepkar bo'lgan o'g'ullaringizlarni, qizlaringizlarni baxtli olsun. Sizlerde baldarınlar şu qanday ishladi, qanday mehnat qildi, Rossiyada ishladi, Koreyada ishladi, O'shda mehnat qildi. Qanday bo'lganda ham sizlerde baldarınlar sizlerde şu kelishingizge sebepchi oldu. O'shalarga Alloh taolo baraka bersin. Sizlar shu yerda baldarınlara dua qilingizlar, ularda Alloh taolo ikki turli baxtli olsun. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammad. Rob taolo şu baldarni baxtli qilgin. Dünya ahiretde aziz qilgin. Allah'ın ballarından hurmat sey görüşünü nasip kılgan bugün. Allahu Ekber.